1980-yilda Urganch shahrida tug'ilgan Rozmet Furkat Sultannazarovich va 1992-yilda Urganch tumanida tug'ilgan Avezov Azamat Ro'zimbayevich va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A, G bandlari, tuhmat, 165-moddasi 3-qismi A, V bandlari, tovlamachilik, 168-modda 4-qism A, V bandlari, firibgarlik, 198-moddasi 3-qismi ekinzorlarni, o'rmonlarni, daraxtlarni yoki boshqa o'simliklarni shikastlantirish yoxud nobud qilish, 228-moddasi 2-qismi B bandi va 3-qismi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanish. 229-modda o'zboshimchalik, 244-6-modda 3-qismi V bandi yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur jinoyat ishi doirasida Rozmet Furkat Sultannazarovich va Avezov Azamat Ro'zimbayevichlar ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Aziz yurtdoshlar, sizdan yuqoridagi shaxslarning xatti-harakatlari natijasida biron bir tarzda jabr ko'rgan bo'lsangiz, Urganch shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga murojaat qilishingizni so'raymiz.